Qarading, mana bu joy hech kim yo'q? Yo'q, tinchlikmi? Bana yeymisan, bana olib Siz kelam. yeyishim kelayotganda qayerdan bildingiz? Bilaman-da, men sen ko'ngling sezaman, eringman, qan oqa. Ay, chirnagan. Hadi da, keling. Ha, yoshlar banan yeb o'tiribsizlar. Ha, yeysizmi? Ha, u. Mana ha. Rost o'g'lasida romantik oqa. Yur. Nashot baroyesh. Hayotim, senga mandarin olib keldim. Voy, rahmat. Mandarinni pochog'i. Hovlimiz, o'chog'i. Bitta bersam yeysizmi? Jonimman deysizmi? O'zim ular. Adada tinchlik Nasrin o'zi. Ana u yoqda ukang xotini bilan banan yeb o'tiribdi yoshirib. Sizga bermadilarmi? Bergani yo'q. Dadajon yeysizmi? Nashot baroyesh baroye. Aha, dadamdan yoshirib mandarin yeysiz qozoni bo'ydi. O'zlaringiz otiz o'ttasida banan soldingizlar-ku. Endi banan boshqa narsa-da. Dadajonni uylantirish kerak, bechora qiynalib ketdilar. Qayoqqa uylantirasiz? O'zi uylantirsak agar hamma meros bachalariga o'tadi-ku. Bachalar bo'ladimi, yo'qmi? Mana qarang, to'g'ri aytibdi, meros ketsa bo'lmaydi-ki. Salla o'ylantirmasang, o'zim o'ylanaman. Hey! Kim bu dada? Bir yostiqqa bosh qo'yitiganim. Ha, tegircham. Uyda bo'ladi. Voy, xush kelibsiz qaynonajon, qadamingizga hasanot. Voy, buncha chiroyli bu kishi. Rahmat, keling, rahmat. O'zingiz chimildiq olib kirib taxlayvering, kiraman hozir. Chimildig'ami? Qamol. Nakida. Hozirlara ko'rsataman nima yedirishni, qulupnik olib kelinglar. To'ylar muborak.